Assalomu alaykum, xush kelibsiz aka. Xush bo'ling. To'y yaxshimisiz? Rahmat. Muborak bo'lsin. Rahmat. Uylar zo'r chiqibdi. Rahmat aka. Hali tashqaridan ko'rganimdan shunaqa fikr paydo bo'ldi. Endi ichkaridagini hozir birgalikda tomoshabinlar bilan ko'ramiz. Xudo xolisa birgalikda ko'ramiz aka. Oldindan aytaman, hali to'liq tayyor deya olmayman uyimizni, lekin birlamchi yashash uchun bo'ladi. Xudo xolisa sekin-sekin qolgan etaplarni qilamiz. Siz bilan bugun suhbat qilishimiz asosiy maqsadi, mana siz uyni qayta ta'mirdan o'tkazdingiz-da. Baribir qiyinchiliklari bor. Albatta. Qanaqa qiyinchiliklar o'tdi? Nima desa bo'ladi? Remont o'zi har doim shunaqa narsa ekanki, endi boshlayotganingizda umuman boshqa reja bilan boshlanadi. 2 haftada tugataman. Xuddi shunaqa. Endi boshlayotganingizda o'ylaysiz, bir oyda tugataman. Bizani случайda biz o'yladik, 1 oyda, 2 oyda maksimum tugatamiz deb o'ylagan edik. Lekin o'tgan yili tushunishingiz uchun aprelda boshlangan. Bu yili yanvar. Nimasi bilan uzayib ketdi? Nima qiyinchiligi bo'ldiki, shu uzayib vaqt ketdi? Men o'ylayman, birinchi navbatda baribir interyer dizayn qildirish kerak ekanmi deb o'ylayapman-da. Ya'ni nimaga? Chunki bizani holatda juda ham ko'p ishlar qaytadan qilinishiga to'g'ri kelib qoldi. Ya'ni bitta ish qilasiz, keyin yo'q, bu yerga men bunaqa narsa qilmoqchi edim-u deganingizdan keyin, unaqa qilmoqchi bo'lsang, buni olib turish kerak-ku dedi yoki buni boshqatdan qilish kerak-ku deydi. Shu bilan misol uchun mana bu yoqda ikkita xonani o'rtasini bo'luvchi anaqa qo'yganmiz, to'siq qo'yganmiz. U to'siq qo'yish uchun patolog olib turish kerak. Ya'ni mana shunaqa holatlar bizda ko'p bo'lib qoldi. O'shanga endi o'zbek xalqida shunaqa narsa bor. O'zim bilan o'zim qilib yuboraman deydi. Yo'l aka. Mana bamtikka buni qo'yamiz, bu yerga qo'yamiz, bo'ldi, shu bilan ish bitdi deyshadi. Lekin iloji boricha baribir interyer dizaynni oldindan qildi.